Biz Oiltime jamiyati mehr eskiklarini aşıp insonlar ko'lini kirib boramiz. Biz bugun Mehrli kun jo'ybari bo'yicha Shimbay rayoni Mektep-Beshekemga ham mektep bilimlendiruv bo'limini qarasla 41-sonli ulum va bilim beruv mektebinde bo'ldik. Do'stlar, bizga ko'pchilik ixlosmandlarimiz internetda keng tarqalgan usunday videolar bo'yicha Mehrli kun jo'ybarining bir necha sonini olib chiqishimizni usunus bergan edi. Biz ularning usunuslarini e'tiborga olgan holda жұмысты boshladik. Jarl Kagan va Indira Shimbay rayonida jasaydi. 2011-yildan beri geografiya fanidan saboq beradi. Mektepte barcha o'quvchilar Indira apamizni o'z onasiday yaxshi ko'rib, hurmat qiladi. Biz Indira muallimimizni yaxshi ko'ramiz ham, saboq o'qishga razimiz. Saboqda juda yaxshi o'tadi, tushunarli o'tadi. Bizlar hammamiz Indira muallimimiz saboq o'tganiga juda xursandmiz. Dastlab biz apamiz uchun sovg'a salimlarimizni olib, Shimbay yelini yo'lga atlandik. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mehrli kun jo'ybari bugun Shimbay rayonida. Do'stlar, bu Mehrli kun jo'ybari Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab davom etadi. Mana mektepga yetib keldik. Bizga mektep direktori, o'rinbosari apamizga mehr ulashuvda yaqindan yordam berganligi uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Biz o'quvchilarning kundalikli saboqlarini kesint etmagan holda bugungi barcha saboqlarni jumaqlagandan so'ng biz klassga kirib boradigan bo'ldik. Dastlab Indira apamiz boshqa klassda saboq o'tib o'tirgan vaqtida biz o'quvchilarga kelib, o'quvchilarga video olajaq ekanligimizda o'qituvchi apamizga mehr ulashuvda niyat qilganimizni aytib, ko'mak beruvini o'tinish etdik. O'quvchilar da quvonib, rozi bo'ldi. Biz olib kelgan sovg'alardan har bir o'quvchiga berib chiqdik. Solay yetib saboq jumag'inda biz kameralar bilan kirib bordik. Urab ko'p bo'lmaganmi? To'xta, 1 2 3 ketdik. Uralchi. Kişi yeki koydu da kim bu ne için koygan, ne sebepten kişi akşam vergen akşam kayboldu mu? Sabah vaktinde. Jigma Sabah vaktinde jo'ytdi mi? Biz ne Jo'ytdi deb qarab tutmayın. Men aldım başa o'xshaydi. Apa, Sizga salib berdim, qayerga soldim? Xaltaga soldim baribir. Keyin sababdan bo'lib soldim. Jazaman atib Sabahda da yeki koyulgan telefondan ko'rib, kişi aytib o'tirmagan. Bak, ko'rib qayt, ursib qayt bardi. Siz kim bo'lasiz? Ajag'asi bo'laman. Uni ota-onasi qayerda? Ota-onasi жұмыста. Men uyda men bana aytib turdim shunday. qo'ldan ko'r. Shunday bo'lmabdi endi. Qay qo'llarni ko'rdingizmi mana? O'quvchilarni yig'lamiz. Yalaz o'quvchilar muallimimiz qarab, qancha sizni quvontirib oladi. Merhaba, kechirasiz. Siz aytgan bo'lib qoldingiz. Biroq sening isbotching ma'lumotga hayron qoldim. Klassga jo'ytib oldik deb o'yladim. Eng yaxshi muallimlarning biri bir so'ng bir apaga bir ulashsak deb, biz ham bir sovg'a salam beraylik deb sizga bir sovg'a salam olmagan ekan. Hozir bering, azizatlarsiz. Apasi bilan mektep jamiyati atidan men buni Oiltime atidan apa Doğası o'quvchilarga bir yaxshi saboq berib, ulguli bo'lib yura bering, xudo xolasa. O'quvchilar yaxshi ko'rasizmi muallimda? Qattiq yaxshi ko'rayotganda sizda. U ya'ni bizning bu hazlimizga bir qapoq bo'lib ko'ringizganmi?
Bir Alла разы болсын, bir кешіріп қойын, bir күйеуіңізге bir қандайда bir кішігірім бір не дейді бір мехр үлесу еді ниетіміз құдай қаласа. Алла разы болсын. Так, оқушылар, міне куәсі болдыңыз. Әмме нәрсенің Индира қапа болмайсыз. Құдай қаласа мына жұмысыңызда табыс тілейміз. Алдағы жұмысларыңызда үлкен жетістікке ерісуіңізге тілектілеспіз. Күтілмеген жағдай болды. Мен Әмірдің 20 мың әкеліп оны сіз алдыңыз дегенде де хайран қалдым. Ал мен ақша ұстамасам, оқуштан ақша алмасам, дөңгелектен бейпіл таярлаймыз барлық бәннен деп хайран қалдым да. Қапа болдым баста. Кейін қуандым, өз үсігілдер қапа болып жүріп едім. Қуандым. Сол мехрлі күн жойбарын және қайсы мектепте өткөрүүнү қалайсыз? Комментарияға жазып қалдым. Ойылтай, мехр үлеседі. Біздердің ұсо жойбарымыз еледе ровожлануы үшін, біздердің бәрше интернет тармақларымызға ағза болуыңыз, һәм жойбарымыздың кең таралуына жәрдем берсеңіз болды.